uy quryapsiz, ko'chani toraytirmang. Ko'chalar nimaga tor bilmayman, endi balkim kadastrda shuni ajratilgandir, yo'q qo'shib olgandir sizlar. Men bilmayman. Agar kadastr haqiqatan ham shunaqa 6 metr yoki 5 metr ajratgan bo'lsa, xo'p. Lekin o'zi 13 metr, 12 metr ajratgan bo'lsa, sizlar toraytirib olgan bo'lsalar, kim qo'shgan bo'lsa, to o'sha devor necha yuz yil tursa o'sha odamga harom amal yoziladi. Masalan, bundan 50 yil oldin devorni urgan opa-dadamiz o'lib ketgan bo'lsa ham, shu devor 300 yil tursa, 300 yil gunoh o'sha odamga boradi. Bu oddiy narsa emas bu. Chunki odam o'lgandan keyin bo'ldi degani emas bu. Shuna amallar borki, o'lgandan keyin odamga do'liyasi savobi borib turadi. O'lgandan keyin gunoh ham borib turadi. Bir odamlarning ichida yomonlikka sabab bo'lib o'lib ketgan bo'lsa, o'sha ish bo'lib yurgan bo'lsa, bo'ldi gunohi borib turaveradi. Masalan, shu bittasi. Ko'chani toraytirib qo'shib olgan bo'lsa, o'sha opa-dadamizmi yo biz ko'rmagan opa-dadamizni yana opa-dadasimi bilmasa ham, lekin o'sha odam shuni toraytirgan bo'lsa, gunohi boraveradi.